Namangan viloyati Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan joylarda Barkamol avlod bolalar maktabida dolzarb 90 kun shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlar bolajonlar uchun yozning maroqli o'tishini ta'minlamoqda. Chortoq tumanida bo'lib o'tgan ana shunday bayram tantanasidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni davom ettiramiz. Chortoq tumani Barkamol avlod bolalar maktabidagi mazkur tadbir ham o'ziga xos tarzda tashkil etildi. Maktab hovlisidagi tasviriy san'at yo'nalishidagi ko'rgazmali mashg'ulotlar, sport musobaqalari tashrif buyurganlarning e'tiborini tortdi. Shu kuni mental arifmetikasi bo'yicha 7-8 yoshlilar o'rtasida o'tkazilgan tanlovda iqtidorli o'quvchilar aniqlandi. Shuningdek, madaniyat va san'at, texnika, konstruktorlik va modellashtirish, hunarmandchilik va qo'l mehnati, turizm va ekologiya, oliy ta'lim muassasalari va maktabga tayyorlov hamda xorijiy tillar yo'nalishlarida mahorat darslari namoyish etildi. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan dolzarb 90 kunlik dasturi ishlab chiqildi. U borasida ham bizni Chortoq tuman Barkamol avlod bolalar maktabida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan bugungi tadbirimiz ham dolzarb 90 kunlik dasturi asosida tashkil qilindi. Tuman maktab o'quvchilari 7-8 yoshlilar o'rtasida mental arifmetikasi musobaqasini o'tkazdik. Bundan tashqari madaniy, san'at yo'nalishlarida to'garaklar qamrovini kengaytirdik. Avvallari Barkamol avlod markazimizda 2600 nafar o'quvchi bo'lgan bo'lsa, dolzarb 90 kunlikdan keyin bu qamrov 1,5 baravarga oshirildi. Ya'ni hozir 3000 ga yaqin o'quvchini qamrab olganmiz. Maqsadimiz o'quvchilarni yozgi ta'tilda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish. Shuningdek, mana shu dastur asosida tumandagi 56 ta maktabda Barkamol avlodning tarmoq to'yraklari tashkil qilindi. Aytish joiz, bugungi kunda Chortoq tumani Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan tumandagi 23 ta umumta'lim maktablarida tarmoq to'garaklari tashkil etilgan bo'lib, olis hududlardagi o'g'il-qizlar ham qamrab olingan. 2662 nafar o'quvchilar qiziqishlariga qarab 82 ta to'garaklarga jalb etilgan. Men Barkamol avlod bolalar maktabi to'qish to'garagiga qatnashaman. Bu to'garak menga juda ham yoqadi. Men shu sumkani o'zim to'qiganman. Dolzarb 90 kunlik tadbirimiz bolalarni yozgi ta'tilda maroqli o'tkazish uchun qilinyapti. Menga juda ham yoqdi. Boshqa o'rtoqlarim ham shu dolzarb 90 kunlik tadbirga qatnashyapti. Men bu to'qigan sumkachamni jiyanim uchun to'qidim. Bu sumkachani jiyanim ko'rsa juda ham xursand bo'ladi. Men doim bo'sh vaqtlarimda shu narsalardan shug'ullanib to'qib turaman. Yozgi ta'tilda Barkamol avlod bolalar maktabi juda ham ajoyib joy ekan. Men bu yerga 1 yildan beri kelaman. Bundan tashqari men gimnastikaga, rasm chizishga qatnashaman. Tadbir iqtidorli o'quvchilarning badiiy chiqishlari bilan yanada o'zgacha taassurotlarga boy bo'ldi. Qo'shiqlar, raqslarga ulandi. Faol to'garak a'zolari va rahbarlari taqdirlandilar. Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida o'tkazilgan bu kabi madaniy tadbirlar Barkamol avlod bolalar maktabi qamrovini yanada kengaytirish bilan birga o'g'il-qizlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda, fan, texnika va hunarmandchilik yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.